O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi hamda Germaniya Federativ Respublikasining migratsiya kelishuvlari bo'yicha delegatsiyasi tarkibi Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi tasarrufidagi Buxoro shahar o'quv sport texnika klubiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi raisi Husan Batirov delegatsiya tarkibi vakillarini Vatanparvar tashkilotida B, C, D va C, E toifali avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar jarayoni bilan yaqindan tanishtirdi. Swift Road Transport Akademiya bilan hamkorlikda Buxoro shahar o'quv sport texnika klubida kod 95 ADR taksograf chip kartochkalari bo'yicha tashkil etilgan nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar bilan yaqindan tanishtirildi. Vatanparvar tashkilotida yarim tirkamali yuk avtomobillari va ushbu transport vositalarida Yevropa standarti bo'yicha CE toifali haydovchilarni tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida keng va atroflicha ma'lumotlar berildi. Germaniya Federativ Respublikasining migratsiya kelishuvlari bo'yicha maxsus vakillari bilan CE toifali avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash masalalari bo'yicha hamkorlikning yaqin va uzoq istiqbolli rejalari muhokama qilindi. Germaniyada haydovchilik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lgan fuqarolarni nemis tilida o'qitish bo'yicha tashkil etilgan o'quv kursi o'quvchilari bilan suhbat olib borildi. Germaniya talablari asosida B, C, D va CE toifali avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash bo'yicha avtodromda tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar jarayoni namoyish etildi. Shuningdek, delegatsiya tarkibi a'zolariga sportning texnika va amaliy turlaridan mototransport vositalari, kartingchilar hamda raketa modelchilar ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Mehmonlarda Vatanparvar tashkilotida tashkil etilgan o'quv jarayonlari hamda CE toifali haydovchilarni Yevropa davlatlarida tayyorlov kurslari katta taassurot qoldirdi. Swift akademiyasi va ZKS bilan birgalikda amalga oshiradigan ishlarimizni yo'lga qo'ygan o'sha kurslarimiz bo'yicha biz hozir Toshkent shaharda, Farg'ona viloyatida, Qashqadaryo viloyatida, Navoiy viloyati va Buxoro viloyatida bunday o'quv kurslarini tashkil etdik. Bugun albatta bunday ma'lumotlarni biz mehmonlarimizga ham yetkazdik. Bunday o'quv kurslarini biz respublikamizning barcha o'quv muassasalarida tashkil etishni rejalashtirganmiz va buning uchun barcha imkoniyatlarimiz mavjud. Bundan tashqari mehmonlarimizni mana shu qiziqtirgan masalalar o'sha temir yo'l transporti haydovchilari masalasi, avtobus haydovchilari masalasi, yuk avtomobillari va mana shu tirkama va yarim tirkamali haydovchilarni tayyorlash bo'yicha bugungi kunda bizning ehtiyojlarimizda ular o'rgandi. Albatta ular tomonidan bizga 2023-yili ikkita Mercedes yarim tirkamali avtomobillar taqdim etilgan edi. Bundan keyin ham mana shunday avtomobillarni taqdim etish masalasi va o'sha simulyatorlarni o'quv muassasalarimizga o'rnatish bo'yicha ham mana hozir gaplashib oldik. Albatta bu bo'yicha ijobiy qarorlar qabul qilinsa, mana shunday bu borada qiladigan ishlarimizni yana ham takomillashtirish, yana ham rivojlantirish va uni samaradorligini oshirish, buni yuqori sifat darajasiga erishish uchun mana shunday ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Tadbir yakunida Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi raisi Husan Batirov tomonidan delegatsiya rahbarlariga esdalik sovg'alar topshirildi.